Aybilik'ten başlanğan yollar. Aybilik Xanım Qızlar Merkezimiz bilik bağlarından ozuqlanıp, zulmetlerini yurutquchi ay kabi nur chechishni o'z g'oyasi qilgan xonim qizlarimiz uchun universal sharoit yaratib berishni nishon qilgan asosda qurilgan bo'lib, 2016-yili 7-oyning 14-kuni İstanbulning Zaytinburnu rayonida rasmiy xizmatga kirishdi. Merkezimiz xizmatga kirishgandan boshlab 2016-yili 9-oyning 14-kunigacha 2 oyda yozliq ta'til kursi ta'sis qilgan bo'lib, 6 yoshdan 10 yoshgacha, 11 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va 14 yoshdan yuqori bo'lgan yoshlar va xonimlar uchun ayrim holda sinflarga bo'lib tarbiyalash elib bordi. Ders programmalarimiz o'quvchilarning birdek talabi bo'yicha fan va din birlashtirilib tuzilgan bo'lib, tajribalik, mas'uliyatchan, vatan, ummat g'amini yeydigan o'qituvchilar qo'shunining yetakchiligida elib berilish bilan birga o'smirlarimizning bolalik hayotiga rang qo'shish maqsadida dala faoliyati, hikoya so'zlash, zehn sinash musobaqasi, an'anaviy va zamonaviy bolalar o'yinlarini birlashtirish asosida universal faoliyatlar o'rinlashtirildi. Qisqa mezgillik ta'til oyoqlashib 2018-yili 5-oygacha bo'lgan 2 yil jarayonida o'smirlar uchun kundalik yulduzlar sinfi, shar'iy bilimlarni o'rganish g'oyasi borlar uchun ochilgan ma'rifat sinfi, maxsus Qur'on yodlash sinfi bo'yicha sinflarga bo'lib o'quv-o'qitish xizmatini elib berayotgan markazimiz to'ralg'u masalasida qiyinchilikqa uchrayotgan o'quvchilarning qiyinchiligini hal qilish uchun o'lchamlik, pokiza, ozodiy yotoq va mezilik sarxil Uyg'ur tamoqlarimiz bilan o'quvchilarimizni xotirjam qildi. 2018-yili 5-oydan bugungacha markazimiz har tarafdan izlanib, o'qitish aslahalarimizni yangilab, zamonaviy o'qitish qurollari bilan ilg'or metodlarni qo'llanib, til adabiyot, matematika, turkcha, ingliz tili, fan bilimlari, aqida, tavhid, Qur'on qatorliq darslarni o'quvchilarning vaqtiga qarata butun kunlik, yarim kunlik o'rinlashtirib, o'quvchilarimizga qulaylik sharoit hozirladi. Ona tilimiz ig'ir xirisga uchrab, qutqizishga muhtoj bo'layotgan bugungi vaziyatda markazimiz qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlar bo'yicha tirishib, ta'lim-tarbiya programmalarimizni ona tilining taraqqiyotiga uyg'un shaklda o'rinlashtirdi. Programmamizda har kuni ona til darsimiz bo'lish, ona til darsimizni 1-soatga o'rinlashtirish, o'quvchilarimizni haftada bir qatim kitobxonlarga boshlab berib, kitob o'qib kelish, yangiliklardan xabardor qilish faoliyati elib bordi. Yuqori yilliklar bo'yicha yiziqchilik darsi ta'sis qilinib, she'r yozish, masal yozish, maqola yozish darslari va mashqlarni elib berib, o'quvchilarning yiziqchilik iqtidorini yetildirib, tafakkurni qo'zg'atadigan temalarda yiziqchilik topshiriqlari o'rinlashtirdi. Dastlabda o'quvchilarimiz vatan, xalq, ota-ona, qarindoshlik kuylanadigan she'rlarni yozgan bo'lsa, bora-bora men va vatanim Sharq Turkiston, vatanimdan ayrilgan kunlar, menga ta'sir qilgan bir voqea, men va vatanimning kelajagi, bir kun keladi, men va Turkiya qatorliq temalarda aktiv maqola yoza oladigan holatga keldi. Yaqinda Ayxon maktabida o'tkazilgan Men notiq musobaqasidami maktabimizning 4 nafar o'quvchisi alohida mukofotlarga erishib, maktabimizga shon-sharaf keltirdi. Muhojiratda ona tildan boshqa tillarning zurriyati sababidan turk tili, ingliz tiliga o'xshashli ahamiyat berilib, har kuni o'qitish elib berildi. O'quvchilarning bu tillardagi o'qish, yozish, anglab tushunish, so'zlash iqtidorlari yetilib, ularning yana bir ilm-fan darvozasining eshigini ochishiga, kelgusida ilm ko'kida nurliq oy yulduzlardan bo'lishiga, bu orqali xalqimizning beshidagi zulmatlik kechini yo'ritishga ul selindi. Xanım Qızlar Merkezimiz o'quvchilarimizning vatan haqidagi tushunchisini yetildirish, beyitish uchun Sharq Turkistonning tarixiy va jo'g'rofiya darslarini kunlik programmamizga kirgizib, qiziqarli va ilmiy usulda o'quvchilarimizga yetkazdi. Bolalarimiz vatan haqida umumyuzlik bilimga ega bo'ldi. Vatanimizning jo'g'rofiyalik ahvoli va tarixi bilan pishiq tunishgan farzandlarimizda vatan so'ygusi, ajdodlardan faxrlanish tuyg'usi yetilib, vatan davosining uli selindi. Ey vatan, yürek, dünya, kan vatan.
Markazimiz yana matematika va fan bilimlari jihatda qarallik turida zehn sinash musobaqasi uyushtirib, o'quvchilarimizning o'rganish qizg'inligi yuqori ko'tarildi. Davlat maktablarida matematika va fan bilimlari jihatda asosi ojiz o'quvchilarga maxsus yarim kunlik kurs o'rinlashtirilib, ularning saviyasini yuqori ko'tarishiga yordam berildi. Maktabimizdan davlat maktablariga kirib o'qigan o'quvchilarning matematika, fan bilim o'lining puxtaligi haqida yaxshi baholar bizga yetib keldi. Markazimiz yuqorqi xizmatlar bilan to'xtab qolmay, davomli turda izlanib, o'quvchilarning mustahkam fanni asosini selish bilan birga diniy bilimlarga mu yetarli ko'ngil bo'lib, hofizlik sinfi, tilovat sinfi, butun kunlik sinflardagi o'quvchilarning tavhid aqidasini kuchlantirish jihatda yetarli kuch chiqardi. O'quvchilarning aqidasini yetildirish, tavhidini kuchlantirishning bugungi diniy o'qitishlardagi muhimlik darajasini tunib yetgan ustozlar harmay talmay bu yo'lda tirishdi, izlandi. Aqida tavhid darslarini an'anaviy usulda o'tishdan halqib o'tib, video, rasm, filmlar orqali tushuntirib, o'quvchilarning tez sur'atda yetilishiga, aqidasining kuchlanishiga ul selindi. Xonim-qizlar markazimiz o'quvchilarning yosh va qabul qilish alohidaligi bo'yicha ta'lim-tarbiya elib berish bilan birga o'quvchilarni 2 haftada bir qatim dala faoliyatlariga elib chiqib, tabiatning go'zalligini, sehrini, qonuniyatini sabiylarning qalbida his qildirib, shu orqali tavhid aqidasining yetilishiga yo'l ochdi. O'quvchilar tabiatdan iborat Allohning bu o'zgacha asrining rangdorligi, jonliqligidan qalbi so'yguga to'ldi. An'anaviy bolalar o'yinlari bilan zamonaviy bolalar o'yinlarini birlashtirib, o'quvchilarning jismoniy va ruhiy kuchi urg'utildi. Ba'zi o'yinlar bolalarga o'mlik va barobarlikning kuchini his qildirsa, ba'zi o'yinlar bolalarning zirakligini, chaqqonligini oshirdi. Aybilik mana shunday qilib ko'zni yumib ochqucha 3 yoshga kirdi. Bu 3 yilda barlig'imiz bolalar uchun, barlig'imiz farzandlarimizning kelajagi uchun degan ideya bo'yicha o'qitish elib borgan Aybilik bizning chiqish yo'limiz nada deguchilarga o'z amaliyati orqali bizning chiqish yo'limiz ma'arifda. Faqat ma'arif uchun to'langan badallar chechaklab meva beradi degan javobni berdi. Ajdodlar to'limi to'g'ri aytgan. Ilm saxtipazlikni ko'tarmaydi. Ma'arif ham shundoq. Shuning uchun Aybilik bu 3 yilda riyodin, ko'z-ko'z qilishdan saqlanib, untinsiz to'lagan badallari bilan nurg'un miskin qalblarga illiqlik, mehr muhabbat ato qildi. O'qituvchi ustozlar ham ona, ham ustoz bo'lib, maktabni so'ygu bilan ilmning buluqiga, o'chqiga aylantirdi. Sungan ko'ngillarda quyosh nuri parlab, bir tomchida bir quyoshning nuri aks etdi. Aybilik tirishdi. Muhojirat hayotimizda farzandlarimizga nima eng muhim bo'lsa, shuni bayqab chiqdi. Farzandlarimizning kulgisi uchun, ilm gulzorligida xushallik sadosining yanglishi uchun butun vujudi bilan tirishdi. Chunki bolalarning xushalligi dunyoning xushalligi edi. Bolalarimizni xushallik ichida ilm cho'qqisiga chiqarish Aybilikning orzusi edi. Qizlar tarbiyalansa, millat tarbiyalandi. Millat kuchlanadi ideyasi bo'yicha tarbiyalanayotgan farishta sifat qizlarning jamgohi bo'lgan Aybilik ixlosmand o'qituvchi ustozlarning jafoliq tirishishi, mehnatkash qarindoshlarning moddiy va ma'naviy jihatdan kuchli qo'llab berishi bilan inshaalloh bundan keyin Aybilik boshlang'ich maktabi, Aybilik o'rta maktabi, Aybilik universiteti degan nomlar bilan xalqimizning tarixida yangi sahifalarni ochqusi. Aybilikdan boshlangan bu yo'l millionlagan sabiy qalblarga tutashqusi.
miskin qalblarga kulga, sungan dillarga xushalliq ato qilg'usi.